AQSh prezidenti Donald Tramp Federal tergov byurosi direktori James Comeyni ishdan bo'shatdi. U AQSh huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning yuksak lavozimli amaldori va Trampning saylovoldi kampaniyasi vaqtida Rossiya bilan aloqa qilgani bilan bog'liq ayblovlarni tergov qilayotgan idora rahbari edi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Tramp 9-may kuni nega Comeyni ishdan bo'shatgani to'g'risidagi qaroriga izoh berar ekan. Comey o'tgan yili Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod Hillary Clintonning elektron pochta orqali yozishmalarini noto'g'ri tergov qilganini hamda adliya vaziri bosh prokurori Jeff Sessions va bosh prokuror o'rinbosari Rod Rosenstein ushbu masala yuzasidan uni ishdan bo'shatishni tavsiya qilganini bildirdi. Demokratlar 8-noyabrdagi saylovdan bir necha kun oldin Clintonning elektron pochta orqali yozishmalari yuzasidan yangitdan tergov boshlash haqida bayonot berganini tanqid qilib chiqqan edi. Clinton xonimning aytishicha, Comey ushbu xatti-harakati bilan hal qiluvchi pallada hali bir qarorga kelib ulgurmagan saylovchilarni unga qarshi qilib qo'yadi. Demokratlar Kongressda prezidentning Comeyning ishdan bo'shatish to'g'risidagi qarorini deyarli bir ovozdan qoraladi. Bu haqda jumladan AQSh senatori demokrat Bob Casey shunday dedi. I think it's outrageous, totally inappropriate for a president of the United States after the FBI director. Federal tergov byurosi direktori bir necha hafta oldin Rossiya hukumati bilan til biriktirganlik haqidagi boshqa masalalarga qo'shimcha ravishda Trampning saylovoldi kampaniyasi bilan Rossiya hukumati o'rtasidagi aloqalarni qamrab olishi mumkin bo'lgan jinoyat tergovi davom etayotganini xabar qilgandan so'ng ushbu ishni tergov qilayotgan idora rahbarini ishdan bo'shatish juda xunuk, AQSh prezidentiga yarashmaydigan ish bo'ldi. Bunga toqat qilib bo'lmaydi dedi. Prezidentning ushbu qarori Washingtonda ko'pchilikni hayron qoldirdi. Demokratlar va boshqalarning Oq uy Federal tergov byurosining Rossiya bilan bog'liq ishni yo'qqa chiqarishga intilmoqda degan aybloviga sabab bo'ldi. Yanvar oyida AQShning razvedka hamjamiyati Rossiya prezidenti Vladimir Putinni AQSh saylov tizimiga bo'lgan ishonchga putur yetkazish uchun ta'sir o'tkazish kampaniyasini amalga oshirish va Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod Hillary Clintonni obro'sizlantirishga buyruq bergan ayblagan edi. Bayonotda aytilishicha, Rossiya Trampni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlagan. Senatdagi Demokratlar fraksiyasining New York shtatidan saylangan yetakchisi Charles Schumer Trampga Comeyning ishdan bo'shatishi katta xato bo'lganini aytganini xabar qildi. Respublikachilarning aksariyati esa Trampning qarorini qo'llab-quvvatlamoqda. Respublikachi senator Susan Collins shunday dedi. It will have absolutely no impact at all on the investigation. Bu biz razvedka masalalar bo'yicha qo'mitada o'tkazayotgan surishtiruvga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Biz o'tkazayotgan surishtiruvda ikkala partiya vakillari ham ishtirok etyapti. So'nggi 2 hafta mobaynida ancha-muncha olg'a siljidik hamda isbotlarni qayerda bo'lsa ham qidirib topamiz, dedi Collins.